Xo'sh. Yana nima gaplar? Sakra borsa endi. Ha, sakra. Tinchlikmi o'zi? Yo, behazil sakra borsa endi. Tinchlik emas. Nima bor? Ro'zg'or tashvishlari, ro'zg'orni to'ldirib qo'yasan, kommunal xizmat keladi. Uni ham to'ldirib qo'ysang, kredit to'lash kerak. Uni ustiga sendan ham qarzim bor. Pul-de o'rtoq, pul. Sakra borsa endi deyman-de. Men berib turaman o'sha pulni. Yana qarz bo'lamanmi sendan? Kerak emas. Qarzga emas, shundoq beraman. Necha pul berasan? 100 ming? 100 ming? 100 ming pulingni nima qilaman? Nechta muammo sanab berdim. 100 ming nima qiladi, o'rtoqmi? So'mda emas, dollarda beraman. O'rtoq hazillashma. Agar puling bo'lsa, rostdan berib tur. Hazillashmayman men. Faqat bitta shartim bor. Hop. Men shu menga qarab turgan ko'zingni o'yib olaman. O'rtoq hazillashyapsanmi? O'ylab gapiryapsanmi? Agar ko'zingga rozi bo'lmasang, mana shu Allohning kuniga norozi bo'layotgan tillaringni uzib olaman. Nimaga pulingda baraka yo'q bilasan? Chunki Alloh senga tekinga berib qo'ygan ko'z, til ne'matlarini pulga ham sotib ola olmaydigan odamlar bor. Bilasanmi? Oxirgi marta shunaqa insonlarga qachon yaxshilik qilding o'zi? Eslay olasanmi? Men tushundim, Shahzodsan. Tushundim, o'rtoq. Ertaga menga eslatgan. Shunaqa nogironligi bor, operatsiyaga muhtoj odamlarni ro'yxatga oladigan joy bor. Ertaga birga borib yordam beramiz. Rahmat, o'rtoq. Men tushundim seni. Tushundingmi?